Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi video darsimizda sizlar bilan makroiqtisodiyot fanidan yalpi ichki mahsulot va uni hisoblash usullari mavzusi bo'yicha fikrlashamiz. Bizga ma'lumki, asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkich sifatida hozirgi paytda butun dunyoda, shu jumladan O'zbekistonda ham yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichi foydalanilmoqda. 1993-yilda qabul qilingan Birlashgan Millatlar Tashkilotining milliy hisoblar tizimining yangi talqiniga ko'ra yalpi ichki mahsulot tushunchasiga aniqlik kiritildi. Mana shu yangi talqinga ko'ra, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotining milliy hisoblar tizimi tomonidan berilgan yangi talqinga ko'ra yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichiga quyidagicha ta'rif berilgan. Yalpi ichki mahsulot mamlakat rezidentlari tomonidan ma'lum muddat, odatda 1 yil davomida ishlab chiqarilgan pirovard mahsulotlar va xizmatlar yig'indisidir deb ta'rif beriladi. Yalpi ichki mahsulotning ichki deb atalishiga sabab uning mamlakat rezidentlari tomonidan yaratilishidir. Rezident deganda faqatgina mamlakatning yuridik va jismoniy shaxslari tushunilmaydi. Rezident bu shaxs yoki tashkilotning ma'lum bir davlat bilan iqtisodiy va huquqiy jihatdan barqaror aloqasi mavjud bo'lganligini bildiruvchi uning maqomi hisoblanadi. Misol tariqasida tushuntirib o'tadigan bo'lsak, yalpi ichki mahsulotda mamlakat hududida ishlab chiqarilgan mahsulotlar va ko'rsatilgan xizmatlar hisobga olinadi. Ayrim adabiyotlarni ko'radigan bo'lsak, yalpi ichki mahsulotga ta'rif berilayotganda mamlakat hududida ma'lum bir muddat, odatda 1 yil mobaynida ishlab chiqarilgan barcha mahsulotlar va ko'rsatilgan xizmatlarning qiymatlarini yig'indisidir deb berilgan ta'riflarni ham ko'rishimiz mumkin. Demak, shu ikkita ta'rif bir-biriga aynan mos tushadi, bir-birini to'ldiradi. Shu nuqtai nazardan yalpi ichki mahsulotda mamlakat hududida ishlab chiqarilgan mahsulotlar va ko'rsatilgan xizmatlar hisobga olinadi deganda mana shu ma'no kelib chiqadi. Misol tariqasida tushuntiradigan bo'lsak, Amerika firmasi tomonidan Xitoyda ishlab chiqarilgan avtomobil, demak bu Xitoy yalpi ichki mahsulotda aks etadi. Chunki o'sha Xitoyda faoliyat yuritayotgan Amerika firmasi bu Xitoyning rezidenti hisoblanadi. Aniq misol olingan, misol uchun Xitoyning Hangzhou provinsiyasida Amerika Qo'shma Shtatlarining Ford korporatsiyasi tomonidan avtomobil ishlab chiqaruvchi zavod faoliyat yuritadi. Demak, o'sha zavod tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar bu Xitoyning yalpi ichki mahsulotida o'zining aksini topadi. Va aksincha, Agoyadagi Xitoyning Fayo oyna ishlab chiqaruvchi korxonasi faoliyat yuritadi. Demak, bu korxona tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar esa Amerika Qo'shma Shtatlarining yalpi ichki mahsulotida aks etadi. Bundan kelib chiqadiki, o'sha mamlakat hududida faoliyat yurityaptimi, albatta o'sha mamlakat rezidentiga aylanadi va o'sha hududda ishlab chiqarilgan mahsulot u qaysi mamlakatga taalluqli bo'lishidan qat'iy nazar o'sha faoliyat yuritayotgan mamlakatining yalpi ichki mahsulotida o'zining aksini topar ekan. Yalpi ichki mahsulot hisoblanishda 3 xil usuldan foydalaniladi. Bular birinchisi ishlab chiqarish usuli, ikkinchisi xarajatlar usuli va uchinchisi daromadlar usulidan foydalanilar ekan. Har uchala usul bilan hisoblangan yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichi hajmi o'sha statistik xatolar istisno etilganda o'zaro teng bo'lishi lozim. Ya'ni qaysi usulda hisoblashimizdan qat'iy nazar yalpi ichki mahsulot hajmi aynan teng bo'lishi kerak, lekin turli usullarda hisoblanayotgan paytda statistik xatolar, ya'ni shunday holatlar bo'lishi mumkinki, biror bir usulda hisoblayotgan paytda olish imkoniyati mavjud bo'lmagan ma'lumotlar yuzaga kelib qoladigan bo'lsa, o'shani hisobiga qisman bir-biridan farqlanishi mumkin, lekin mohiyatan 3 ta usul bilan hisoblaganda ham yalpi ichki mahsulotning qiymati aynan bir xil bo'lishi lozim. Har uchala usulni alohida ko'rib chiqamiz. Birinchisi ishlab chiqarish usuli orqali yalpi ichki mahsulotni hisoblash usulini ko'radigan bo'lsak, bunda yalpi ichki mahsulot barcha qo'shilgan qiymatlar yig'indisi sifatida aniqlanadi. Demak, yalpi ichki mahsulot teng qo'shilgan qiymatlarning summasiga, ya'ni yig'indisiga. Bunda milliy iqtisodiyotning barcha tarmoqlari bo'yicha yaratilgan qo'shilgan qiymatlar yig'indisi hisoblab chiqiladi. Bizga ma'lumki, mamlakat iqtisodiyoti asosan 3 ta tarmoqdan tashkil topadi. Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi tarmog'i, ikkinchisi sanoat tarmog'i va uchinchisi xizmat ko'rsatish tarmog'i bo'ladigan bo'lsa, yalpi ichki mahsulotni hisoblayotgan paytimizda mana shu tarmoqlarda qo'shilgan qiymatlarning yig'indisi hisoblab topiladi. Qo'shilgan qiymatni aniqlash jami ijtimoiy mahsulotdan oraliq mahsulotlar va xomashyo, yoqilg'i materiallar qiymatini chegirish orqali amalga oshiriladi. Ya'ni o'sha qo'shilgan qiymatni hisoblayotgan paytimizda o'sha jami ijtimoiy mahsulotdan shu tarmoqdagi mahsulot ishlab chiqarish uchun foydalanilgan xomashyo, resurslar qiymatini, materiallar qiymatini chegiradigan bo'lsak, shu tarmoqdagi qo'shilgan qiymatning umumiy yig'indisi kelib chiqar ekan. Va o'sha ishlab chiqarish usuli orqali yalpi ichki mahsulotni hisoblayotgan paytimizda yuqorida biz aytib o'tgan 3 ta tarmoqning o'sha qo'shilgan qiymatlarning yig'indisiga, shu bilan birga mahsulotlarga sof soliqlarni ham qo'shishimiz lozim.
mana shu yig'inda mamlakatning yalpi ichki mahsulotini beradi. Mahsulotlarga sof soliqlar deganda o'sha mahsulotlarga solingan soliqlardan o'sha ishlab chiqaruvchilarga berilgan subsidiyalarni ayiradigan bo'lsak, bu yerda mahsulotlarga sof soliqlar kelib chiqadi. Demak, tarmoqlarda yaratilgan qo'shilgan qiymatlarga biz qo'shamiz mahsulotlarga sof soliqlarni, mamlakatning yalpi ichki mahsuloti kelib chiqadi. Ko'pgina mahsulotlar bozorga borguncha bir nechta ishlab chiqarish bosqichini o'tadi. Bizga ma'lumki, bir qancha bosqichlardan o'tgan holda tayyor mahsulotga aylanadi. Shu sababli yalpi ichki mahsulotda ayrim mahsulotlarni 2 va undan ko'p marotaba hisobga olmaslik uchun faqat pirovard mahsulotning bozor qiymati hisobga olinadi. Ya'ni oraliq mahsulotlar esa hisobga olinmasligi lozim. O'sha yalpi ichki mahsulotni hisoblayotganda eng e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlardan bittasi o'sha oraliq mahsulotlarni hisobga olinishining oldini olishimiz lozim. Aks holda bir mahsulot bir necha marotaba hisobga olinish natijasida mamlakatning yalpi ichki mahsuloti noto'g'ri hisoblanib qo'yilishi mumkin. Shuning uchun faqat qo'shilgan qiymatlar yoki faqat pirovard mahsulotlarni hisobga olish bu yerda talab qilinar ekan. Misol tariqasida tushuntiramiz. Misol uchun o'sha qo'shilgan qiymatlar qaysi tartibda olinishini aytaylik, qishloq xo'jaligi tarmog'ida 60 ming so'mlik misol uchun yoki 60 million so'mlik aytaylik bug'doy ishlab chiqarilgan deb tasavvur qiladigan bo'lsak, ana shu 60 million so'mlik bug'doy mahsulotidan keyingi sanoat tarmog'ida, ya'ni iqtisodiyotning keyingi tarmog'i bo'lgan sanoat tarmog'ida aytaylik 95 million so'mlik un ishlab chiqarilgan deb olishimiz mumkin. Misol tariqasida olamiz. Demak, bu yerda o'sha 95 million so'mlik un ishlab chiqarilayotganda qishloq xo'jaligi tarmog'ida ishlab chiqarilgan 60 million so'mlik bug'doy qiymati uning tarkibida turibdi. Shuning uchun uning xomashyoning qiymatini chegirib tashlaydigan bo'lsak, un ishlab chiqaruvchi korxonada qo'shilgan qiymat 35 million so'mni tashkil qilyapti. Chunki 60 million so'mlik bug'doydan 95 million so'mlik un ishlab chiqarilganda qo'shilgan qiymat 35 millionni tashkil qiladi. Va 95 million so'mlik undan keyingi sanoat korxonasi bo'lgan aytaylik non ishlab chiqaruvchi korxonada 120 million so'mlik non mahsulotlari ishlab chiqariladigan bo'lsa, bu yerda bu korxonada qo'shilgan qiymatimiz 25 million ekanligini aniqlashimiz mumkin. Sababi 120 million so'mlik mahsulotdan uni ishlab chiqarish uchun sarflangan 95 million so'mlik xomashyoning qiymatini chegiradigan bo'lsak, ya'ni 120 million so'mdan 95 million so'mni ayiradigan bo'lsak, un mahsulotlarining qiymatini ayiradigan bo'lsak, bu yerda qo'shilgan qiymat yuzaga kelyapti 25 million so'm. Shuning uchun mamlakatning o'sha yalpi mahsulotni hisoblayotganda xuddi shu tartibda har bitta tarmoqdagi qo'shilgan qiymatlarni biz qo'shib chiqishimiz kerak. Demak, qishloq xo'jaligi tarmog'ida 60 million so'mlik qiymat yaratildi va o'sha keyingi tarmoqda esa 35 million va 25 million so'm jami hammasini qo'shadigan bo'lsak, o'sha 120 million so'mlik qo'shilgan qiymat yaratilganligini ko'rishimiz mumkin. O'sha yalpi ichki mahsulotni hisoblayotganda aynan shu tartibda hisoblanadi. Yoki ikkinchi bir variantini ham biz aytib o'tdik. O'sha aynan pirovard mahsulotlar olinishi lozim dedik. Bu yerda pirovard mahsulot non va non mahsulotlari deb qaraydigan bo'lsak, haqiqatan ham pirovard mahsulotning qiymati ham aynan o'sha 120 millionga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. Demak, faqat tarmoqlardagi qo'shilgan qiymatlarni hisoblab chiqsak ham yoki faqat pirovard mahsulotni oladigan bo'lsak ham bu yerda summasi bir xil chiqyapti. Shuning uchun yalpi ichki mahsulotni ishlab chiqarish usulida hisoblayotgan paytimizda mana shu jihatiga e'tibor berish talab etiladi. Qo'shilgan qiymat tovar va xizmatlarning sotishdan olingan sof tushum bilan ularni ishlab chiqarish uchun foydalanilgan xomashyo va materiallarni sotib olishga qilingan xarajatlar o'rtasidagi farq ko'rinishida aniqlanadi. Buni yuqorida ham ta'kidlab o'tgan edik. Va quyidagi jadvalda biz mamlakatimizda so'nggi yillardagi yalpi ichki mahsulotning o'sha ishlab chiqarish usulidagi hisoblangan ko'rinishini jadvalda aks ettirilgan va biz ko'rishimiz mumkinki, tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymatiga mahsulotlarga sof soliqlarni qo'shadigan bo'lsak, mamlakatdagi o'sha yalpi ichki mahsulot qiymati kelib chiqishini ko'rishimiz mumkin va so'nggi yillarda ekrandagi ma'lumotdan ko'rinib turibdiki, o'sha 2023-yilda 1 kvadrillion 66 trillion 569 milliard so'mlik mahsulot yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarilgan bo'lsa, mana shuning tarmoqlarda yalpi qo'shilgan qiymati 1 kvadrillion 8 trillion 423 milliard 100 millionni o'sha tarmoqlarning qo'shilgan qiymati ekanligini ko'rishimiz mumkin. Va mahsulotlarga sof soliqlar 58 trillion 145 milliard 900 million tashkil qiladi. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, mamlakatimizning yalpi ichki mahsuloti kelib chiqyapti. Endi so'nggi statistik ma'lumotlarni beradigan bo'lsak, o'sha Milliy statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, dastlabki ma'lumotlariga ko'ra 2024-yilda O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot hajmi joriy narxlarda 1 kvadrillion
454 trillion 600 milliard so'mni tashkil qilganligini ko'rishimiz mumkin. Bu ko'rsatkich 2023 yil bilan taqqoslaganda 6,5% ga ko'paygan. Yalpi ichki mahsulot hajmi o'rtacha almashinuv kursi bo'yicha hisoblaganda 115 milliard dollarni tashkil qilgan 2024 yilda. Va 2024 yilda aholi jon boshiga hisoblaganda yalpi ichki mahsulot hajmi joriy narxlarda 39 million 100 ming so'mni yoki o'rtacha almashuv kursi bo'yicha AQSh dollariga aylantiradigan bo'lsak 3092.7 dollarni tashkil qilgan va 2023 yil bilan taqqoslaganda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotimiz 4.4% ga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Va bundan ko'rinadiki, o'sha mamlakatimizda yalpi ichki mahsulotni hajmi bo'yicha ijobiy natijalarga erishilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi usuli bo'yicha ko'rib chiqamiz. Yalpi ichki mahsulotni xarajatlar bo'yicha xarajatlar usulida aniqlayotganda yakuniy foydalanish usuli deb ham nomlanadi. O'zi bu usul unda yalpi ichki mahsulotni hisoblash uchun yakuniy mahsulotlarni sotib olishga qilingan barcha xarajatlar o'zaro qo'shib chiqiladi. Endi bu aynan qaysi xarajatlar inobatga olinadi? Birinchisi, demak, ushbu usulda yalpi ichki mahsulotni yakuniy iste'molchilarning xarajatlari yig'indisi sifatida, ya'ni uy xo'jaliklarining iste'mol xarajatlari va korxonalarning investitsiya xarajatlari va davlat xarajatlari va sof eksportning mana shu 4 ta parametrning yig'indisi sifatida biz yalpi ichki mahsulotni hisoblaymiz. Bunda mazkur yilda ishlab chiqarilgan barcha mahsulotlar hajmini sotib olishga qilingan hamma sarflar qo'shib chiqiladi. Ya'ni xarajatlar usuli deganda kimlarning o'sha mahsulotlarni sotib olish uchun qilgan xarajatlari ko'rinishida hisoblanadi. Aynan mana shu usul orqali yalpi ichki mahsulotni hisoblashda. Milliy iqtisodiyotda ishlab chiqarilgan privat mahsulotlarni mamlakat ichida xo'jalikning 3 ta subyekti, ya'ni uy xo'jaliklari, davlat va tadbirkorlar hamda tashqaridan chet ellik iste'molchilarni sotib olish mumkin bo'ladi. Ya'ni mamlakat ichkarisidan 3 ta va keyingisi tashqi dunyodan, ya'ni qo'shtirnoqchida aytiladi bu. Tashqi dunyo deganda xorijiy mamlakatlardan bizning mahsulotlarimizni sotib olish uchun qilgan xarajatlar ko'rinishida olinadi. Lekin bu yerda o'sha bizning sof eksport hisoblanadi, faqat eksportning umumiy hajmi emas, balki sof eksport hisoblanadi. Eksportimizdan importni ayiradigan bo'lsak, bu yerda sof eksport ko'rinishida kelib chiqadi. Uy xo'jaliklarining iste'mol xarajatlari qanday xarajatlar bo'lishi mumkin? Bular uzoq muddat foydalaniladigan iste'mol buyumlari, jumladan maishiy texnika, mashina va hokozlar uchun qilgan xarajatlari yoki kundalik foydalanadigan iste'mol buyumlari, shu jumladan oziq-ovqat va kiyim-kechak va hokazoga qilgan xarajatlari va keyingisi uy xo'jaliklari tomonidan foydalaniladigan xizmatlar, jumladan maishiy xizmatlar, transport xizmatlari va hokozlarga qilgan xarajatlari ko'rinishida uy xo'jaliklarining iste'mol xarajatlari hisoblab topiladi. Yalpi ichki xususiy investitsiya xarajatlari, ya'ni tadbirkorlik subyektlari tomonidan qilinadigan investitsiya xarajatlarini ko'radigan bo'lsak, tijoriy investitsiyalar, demak korxonalar va asbob uskunalar uchun qilingan xarajatlar tomonidan o'sha jami xarajatlarimiz tijoriy investitsiyalar deyishimiz mumkin. Keyingisi turar joy investitsiyalari, ya'ni iste'molchilarning uy joy uchun sarflagan mablag'lari ham investitsiya xarajatlariga kiritiladi va keyingisi ishlab chiqarish zaxiralariga investitsiyalar, ya'ni ishlab chiqarish uchun zarur bo'ladigan xomashyo va resurslarga sarflangan xarajatlar bu investitsiya xarajatlarini tarkibiga kiritiladi. Va keyingi elementi davlatning tovar va xizmatlarga barcha xarajatlarini o'z ichiga oladi, ya'ni davlat xaridi xarajatlari sifatida va shu bilan birga transfer to'lovlarini, masalan, ishsizlik nafaqasi va boshqa shu kabilarni o'z ichiga olmaydi, chunki ular tovarlar va xizmatlarga sarflangan xizmatlarni ifodalamaydi. Ya'ni bu yerda tovar va xizmatlarning davlat xaridi xarajatlarini aniqlayotgan paytda davlat tomonidan to'lab beriladigan transport xarajatlarini kiritmagan holda davlatning tovar va xizmatlarga barcha xarajatlarni biz inobatga olishimiz lozim ekan. Va yuqorida ham aytib o'tgandek, sof eksport ham bor. O'sha xarajatlar usuli orqali yalpi ichki mahsulotni hisoblayotgan paytimizda sof eksportni aniqlayotgan paytimizda yuqorida aytib o'tganimizdek, mamlakat eksportidan mamlakat importi ayriladi. Agar eksport importdan ko'p bo'ladigan bo'lsa, sof eksport ijobiy, ya'ni musbat ishora bilan chiqadi. Agar import ko'p bo'ladigan bo'lsa, eksportdan bu yerda sof eksport manfiy ishora bilan chiqishi va mamlakat yalpi ichki mahsulot hajmining qisqarishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Va oxirgi usuli daromadlar usuli orqali yalpi ichki mahsulotni hisoblashda yalpi ichki mahsulot barcha yakuniy iste'molchilarning daromadlari yig'indisi sifatida aniqlanadi. Shu bilan birga yalpi ichki mahsulot tarkibiga biznesga egri soliqlar va amortizatsiya ham kiritiladi. Ya'ni daromadlar usuli bilan aniqlashning metodikasi yuqoridagicha. Yalpi ichki mahsulotni daromadlar yig'indisi ko'rinishida hisoblashda quyidagi formuladan foydalaniladi. Demak, yalpi ichki mahsulot teng bo'lyapti o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek sof bilvosita soliqlar, ya'ni bilvosita soliqlarga biz bilamizki qo'shilgan qiymat solig'i, aksizlar, bojxona bojlari va subsidiyalar hajmlari o'rtasidagi farq. Mana shu sof bilvosita soliqlarni tashkil qiladi. Yuqorida nomlari sanab o'tilgan soliqlardan subsidiyalar hajmini ayiradigan bo'lsak, sof bilvosita soliqlar kelib chiqadi.
demak, yalpi ichki mahsulotni aniqlayotgan paytimizda o'sha sof bilvosita soliqlarga biz qo'shamiz yollanma ishchilarning ish haqlarini, demak qayerdadir o'sha yollanma asosida ishlayotgan xodimlarning ish haqlarini qo'shamiz va unga qo'shiladi korporatsiyalarning sof foydasi, nokorporativ korxonalar sof daromadlari va amortizatsiya yig'indisini biz qo'shib chiqadigan bo'lsak, mana shu ko'rsatkichni yuqoridagi qolgan ikkita ko'rsatkichlar, ya'ni sof bilvosita soliqlar va ish haqi xarajatlariga mana shu oxirgi daromad turini qo'shadigan bo'lsak, mamlakatning yalpi ichki mahsuloti daromadlar usulida aniqlanar ekan. Bugungi video darsimizda sizlar bilan yalpi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkich bo'lgan yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichining mohiyati va uning hisoblanish usullari to'g'risida gaplashdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.